Milliy libos millatning yuragidagi iftixor. Kim milliy libosini qadrlaydi, u o'z millatini ardoqlaydi. Milliy kiyim nafaqat ziynat, balki ma'naviyat ifodasidir. Milliy libos kiygan inson vatani sevgisini tanigan inson. Libosimiz madaniyatimiz timsoli. Milliy libos bu xalqning qalbi, tarixi va iftixorini o'z ichiga olgan betakror san'at asaridir. Milliy libosimiz tarix bilan bog'lovchi tilsim. Kiyimda nafaqat zeb, balki elning yuzi, ona tilining sadosi bor. Bir parcha mato emas, bir necha asrlik tarix milliy libosda mujassam. Milliy kiyim tanimizda, milliy g'urur qalbimizda. Atlas atlas ko'ylagim mana, kiysam kelar yonib kuylagim mana. Atlas 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 ko'ylagim mana, kiysam kelar yonib kuylagim mana. Uvaysiy qalbiman. To'maris ruhimanda, Ro'trabegim iffati, Yuzi chiroyi bizda. Milliy liboslarimiz milliy iftixorimiz. milliy tariximiz Jamoliddin Behzod asarlaridan. Modasiz kun o'tmaydi, modasiz tong otmaydi, baribir o'zbegimni atlasiga yetmaydi, baribir o'zbegimni atlasiga yetmaydi. Atlas 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 ko'ylagim mana, kiysam kelar yonib kuylagim mana. Atlas 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 ko'ylagim. O'z libosini sevgan yurt farzandlari hech qachon o'zligini yo'qotmaydi.